Bo'lay desang mustaqil, kvartirani ekta qil. Mana azizlarim, sizlar uchun 2 xonali kvartira topib qo'yganmiz. Manzilga keladigan bo'lsak, 501 dahasi. 4 qavatli binoning 4-qavatida joylashgan. Arenterga keladigan bo'lsak, 501dagi freshi shundoqqina oldida joylashgan. Proyektlari zo'r holatda. Olasiz, mazza qilib yashaysiz. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Bismillah. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Shundoqqina kirganimizda katta, kengina prixoshka kutib oladi. Patologlari baland. Bu xonadonimiz Moskovskiy proyekt. Hamma xonaga alohida kiriladi. Unday bo'lsa, shundoqqina chap qo'limizdan boshlaymiz. Bu yoqda tualet, vannamiz 2 xona bo'lishiga qaramasdan alohida joylashgan. Mana ko'rib turibsiz, bu yoqda aristonlarni qo'yib qo'ygan, yuvinish xonamiz ham yaxshi ta'mirdan chiqilgan. Undan o'tganimizda bu yoqda spanli xonamiz. Spanlimiz ham ko'rib turibsiz, mana spanlilarni hammasini tashlab ketamiz degan uydagilar remontlari yaxshi holatda. Undan o'tganimizda bu yoqda katta zal qismi, zalimiz ham yaxshi, remontlari zo'r holatda, mana aboylari yaxshi ranglardan yopishtirib qo'yilgan. Undan o'tganimizda bu yoqda oshxona qismimiz, oshxonamiz ham qolgan domlarga qaraganda proyekt zo'r bo'lgani uchun mana kengina, chiroyli holatda o'zingiz xohlagandek bu yoqqa mebellarni olib kelib qo'ydirib olsangiz bo'ladi. Undan o'tganimizda mana kattagina keng 6x2 balkonimiz kutib oladi. Balkonimiz ham yaxshi, remontlari zo'r holatda, bu yoqqa chiroyli holatda tapchanlarni qilib qo'ygan. Balkonimiz ham deyarli bitta xona sifatida foydalanib kelinmoqda. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Bu uyimizda gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Dokumentlari notariusga tayyor. Maktab, bog'cha, magazin shundoqqina yonginasida joylashgan. Bu uyimizning narxini egalari 28500 etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. 501 dahasidan 2 xonali kvartira qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang.